Bunaqa tozalaridan baqaman degan akalarimiz bormi? Mana o'ta ideal holatda turibdi, hurmatli obunachilar. Jolonda ekalasi ham urg'och-a? Ekalasi urg'och. Ekalasi ham urg'och ekan, hurmatli obunachilar. Mana bularni Boylari qarang. 75 plus 6 oylik oshig'i. yosh oyligi 6 oydan ozgina o'tib qolgan, hurmatli obunachilar. 6 oylik atrofidagi qo'zilar, hurmatli obunachilar. Mana ekalasi ham urg'och ekan. Quloqlarini qarang, buni xudo xolos. Sirg'alari bor ekan, mana hurmatli obunachilar, mashinasini ikkita. Quloqlari va mana yuz turishlariga e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Tozasidan, xudo xolos. Bo'ylarni o'lchab beraylikmi shuni? Bular o'ta chas. Chasmi? Real 75 plus minusga olishaversin. 75 plus minusga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Real ko'rinib turibdi bular, bu kichkina qo'ymas. Mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa zo'ridan baqaman, yarichkalaridan qo'y qilib olaman, bolasini olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Dumbas o'ta ideal ekan mashinasini, hurmatli. Mana. Korpuslari ham zo'r holatda turibdi, hurmatli obunachilar. Mana bir boshdan yuzlarni ko'rib olaverasizlar, quloqlar joylashib. Quloqlari samigilarni butun ekan, Jalolniki ekanlarniki. Quloqlari butun ekan. Xo'p. Jalolning aka ekalasi ham qo'zi hali. Bular qanaqa bo'ladi? Puli, xudo xolasa arzon bo'ladimi bularki ham? Bular puli Dostonbek bo'ladigan narxi 8 million 600 ming so'mga dastlabkasi Toshkentga yetkaziladi. 8 million 600 ming so'mga Toshkentgacha dastlabkalari mana, hurmatli obunachilar. Mana. Qo'ylarimiz o'ta chas zo'r turibdi, hurmatli obunachilar. Kimga yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, shoshilib. Dedan like'larni bosib anaqa arzon chiqaryapmiz, hurmatli obunachilar. Mehnatimizni qadrlab kanalga obuna bo'lib yangilar, hurmatli obunachilar. Bittadan like tirsillatib qo'yinglar. Bugungi hurmatli obunachilar, syomkalarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat